amerikanistlarda gapi borda, biz yashaganmiz, ko'rganmiz, bilamiz. Musulmon emas bo'lgan amerikanistlar, gapi bor, qiz bo'lgani bor. Shirin tug'ilgan bolam 14 yoshga chiqib dushmanimga aylandi deydi. Ya'ni bolalikda men yaxshi ko'rganman, uni men o'stirganman. 14 yoshda meni dushmanimga aylandi. Qachon ketadi men kutyapman deydi. Ya'ni 18 ga qachon chiqadi-yu, uyimni tark etadi men kutyapman deydi. Juda ko'p bunaqa odam. 14-16 yosh bu уже deyarli katta odam. Deyarli katta odam. 14-16 yoshda siz qilgan xatolaringizni to'g'rilashga deyarli imkoniyat yo'q. Tarbiyasida, qadriyatida, o'qishga munosabatida miyasini rivojlantirishdi. O'shaning uchun bu yoshda siz nima qilasiz? Ekkan mevali daraxtingizni sug'orishda davom etasiz. Uni qaytadan eka olmaysiz. Noto'g'ri ekilgan bo'lsa, uni sug'urib turib boshqa joyga tiqa olmaysiz. 14-16 da siz ishingizni faqat davom ettira olasiz xolos. Va faqatgina murakkabroq darajada. Endi juda qiziq narsa bor. Ayrim ota-onalar o'zi o'qimagan bo'lsa, o'zi juda katta bir ilmga ega bo'lmasa, lekin bolalariga to'g'ri parvarish qilgan bo'lsa, 14-16 yoshda bolam bilan buni gaplashaman, bu mendan ko'ra bir aqlliroq narsalar gapiryapti-ku deydi. Qo'rqmang bundan, bu bari sizning bolangiz. Sizning farzandingiz. Menga tushuntirib ber, men shuni bilmas ekanman deydi. Bilmas ekanman bolam, menga ham qiziq, qani menga gapirib ber shu narsani. Sizga kelib gapirib bersin, bola ham xursand bo'ladi, ruhlanadi. Men otamga, onamga nimadir gapirib berdim, bularga bu foydali bilim ekan, qiziq ekan deydi. Xursand bo'ladi, o'ziga ishonchi oshadi. Shart emas siz hamma narsani bilishingiz. Siz otasiz, siz onasiz, shu kifoya bolaga. Yaxshi inson bo'lsangiz kifoya. Unga zo'ravonlik qilmasangiz, zulm qilmasangiz kifoya bolaga. Faqat qo'llab-quvvatlab o'sha bilimingiz unikidan past bo'lsa, qaysidir sohada bu yoshda u sizni hurmat qilmay qo'ymaydi. Bir xil ota-onalar qo'rqadi. Men shuni bilmayman, u bolam ingliz tilida erkin gapiryapti. Men to'rtta so'z ingliz tilida gapira olmayman. Men qanday? Yo'q, bolaga farqi yo'q, siz ingliz tilida gapirish shart emas bolaga. Bola shundoq ham sizni yaxshi ko'radi. Lekin siz doimiy ravishda bolangizni qilgan yutug'i bilan xursand bo'lib, unga xursandchiligingizni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni sizni yuzingizdagi xursandchilik, sizni ko'zingizdagi qo'llab-quvvatlash bolaga muhim. Siz ingliz tilida yaxshi gapirishingiz emas. Demak, siz davom ettirasiz. Abstrakt fikrlash, mavzu g'oyalarni chuqur tahlil qildi. Siz bilmasangiz mavzuni o'zi qilsin tahlil. Siz iste'molchi bo'ling. Menga shuni gapirib ber, sen yaxshiroq, ya'ni yaxshiroq bilasan shu narsani. Gapirib ber, oddiy misol, tarix masalan, tarixiy masala. Nimadir gapiryapti, siz tushunmayapsiz. Qo'y shuni demang. Qo'y shuni demang. Meni bitta savol bor. Bitta savolingiz, real savolingizni bering. Men bu qanaqasan? Ancha o'qibsan, men o'qimayman bu narsani. Gapirib ber menga deng. Tahlil qiladi bola, gapiradi, tushuntiradi. Juda bo'lmasa, tengdek muhokama qila olmasa, sizga harakat qiladi bu narsani yetkazishga. Shuni o'zi bolaga foydali bo'ladi. O'zini anglash bolada mustaqil ravishda davom etadi bu yosh. Siz 16 yoshlar bolani o'sha o'rniga fikr qilib turib yurmasan, to'g'riga olaman deya olmaysiz. Siz uni 7 yoshda qilib bo'lgansiz. O'zi sizning ishingiz bu yerda uni o'sha xatti-harakatini qo'llab-quvvatlab turish. Bola tanlovini qo'llash. Bu yoshda bola o'zi tanlov qiladi. Siz to'sqinlik qilmasligingiz kerak, agar unga zararli narsa bo'lmasa. Mas'uliyat his qildirish, mustaqil qaror va oqibatlar. Bitta narsani 7 yoshda qanaqadir vazifalar berishni boshladik bolaga, uy xonasini toza saqlash, kalovatini uzatish, o'sha darajada qolib ketish kerak emas mas'uliyat. Yosh sarin xonadondagi, oiladagi mas'uliyati bolani azgina yuqorilash kerak. Va 16-17 yoshlarga chiqqan bolani uydagi vazifasi, mas'uliyati xonadonni kundalik farovon hayotiga ta'sir qiladigan darajada bo'lishi kerak. Bozor qilish erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, faqat o'zini xonasini emas, xonadonni boshqa joylarini ham toza tutish, ovqat qilish masalalari bo'ladi. Ular albatta qo'shilishi kerak. Va o'sha qo'shilganda mustaqil qaror va oqibatlar qaysidir holatda o'zini vazifasini bajara olmay qolsa, bola qanaqadir oqibat his qilish kerak. Hech kim bilmay qoldi, hech kim e'tibor bermadi, bajarmabdi, o'zim qilib qo'yaman emas, o'tirib gaplashib, tushuntirib bolam shu seni vazifang.
boshqa vazifalar berilmagan. Qilishing kerak. Lekin bolaga mustaqil ravishda o'zini bo'yniga nimadir olishga yoki o'zi qanaqadir qaror qabul qilishga imkoniyatlar berish kerak. Bir xillarning yo'li, masalan, o'g'limni bozorlikka o'rgatganda bir xilla qo'liga byudjet beradi. Bozorlik qilishingga deydi, mana narsalarni olishingga deydi, masalan, byudjet beraman. O'zing o'tdan olasanmi, bekdan olasanmi, o'zing qarorni qabul qilgin deb, bozorlikni o'zing qilib kelgin deydi. Bola o'zi tanlaydi, qayerda arzonroq, qayerda qimmatroq, qayerda sifatliroq. Xato qiladi. Lekin shu bilan o'rganadi. Har bitta xato bizani o'rgatadi. Bolani xato qilishdan to'xtatmang, qilsin xato. Jiddiy hayotiga chek qo'yadigan xato qilishga imkoniyat yaratmasangiz bo'ldi. Lekin mayda xatolarni ko'p qilsa hech nima emas. Har bitta xatoda bola o'rganadi, agar uni ketidan siz tushuntirsangiz. 20-asr ko'nikmalari to'g'risida ozgina aytib o'taman. Endi bugungi kunda kreativlik, tanqidiy fikrlashni, gaplashishni, muloqot qilish bu yoshda siz davom etasiz bolani shu aytaylik tanqidiy fikrlashda, kreativligi faqat qo'llab-quvvatlashga. Siz o'zingiz uni o'rgata olmaysiz. Siz uni harakatini qo'llab-quvvatlaysiz. Endi muloqot qilish, kommunikatsiyaga juda qiziq narsa bor-da. Bola 14-16 yoshigacha va o'sha yoshida qancha ko'p begona odamlar bilan muloqotga kirishsa, shuncha uni kommunikativ qobiliyati, ko'nikmalari rivojlanadi. Qancha ko'p kirishsa, begona odamlar bilan muloqotga. Bu xavfsiz nuqtai nazardan qarash kerak albatta. Begona odam bilan muloqot qil deganda ko'chada birinchi odamni to'xtatib emas. Lekin ko'proq vaziyatlarda bolaga gaplashishga imkoniyat berish. Bozorga billa borishni yo o'zini jo'natgandan sotuvchilar bilan muloqot qilib keladi. Nimadir tanlashda, nimagadir borishda, nimadir kelishib kelishda, o'quv kursidan gaplashishda, telefonda, yuzma-yuz qancha ko'p muloqot qila olsa, muloqot qilish imkoniyati bo'lsa, shuncha kommunikatsiyasi uni rivojlanadi. Buni hammamiz bilamiz shunda. Endi nimalar xalaqit beradi, qanday bartaraf etish degan joyga aniqlamiz. O'ta qattiq nazorat. Bu yoshda bolani siz agar qadamini nazorat qilaman desangiz, uni mustaqil fikrlashdan, uni hayotda mustaqil qaror qabul qilishdan uzib qo'yasiz. Qaram qilib qo'yasiz. U ertaga katta bo'lganda katta inson, ya'ni взрослый sifatida, katta odam sifatida hayotida mas'uliyatsiz, e'tiborsiz bo'lib qolishini bir sabablaridan bittasi. Doim agar qattiq nazorat qiladigan bo'lsangiz, bu bo'ldi. Sizlarning tegiligi shuni qattiqro'ysa, shuni turib oladi. Ota-onam nimachi shuni qilar ekanman deydi. Men o'zim ishdan haq qilmas ekanman. O'ta qattiq nazorat va bu ishonchsizlikka olib keladi. Ya'ni bola o'ta qattiq nazorat qilsangiz, bola o'zini qanaqa his qiladi? Menga ishonishmas ekan bular. Ki meni qadamimni nazorat qilishyapti. Oddiy misol, bir xil bolalar, endi bu 14-16 yosh, masalan 15-16 yashar bola o'rtoqlari bilan qanday aylanishga borishi mumkin. Kinoga ketadimi yoki kafega borib o'zini kelishadimi, nimadir qanaqadir umumiy bir joyga borishadimi? Agar normal xavfsiz joy bo'lsa, kim bilan ketayotganini bilsanglar, borgandan keyin o'tirganida har 15 minutda 20 minutda telefon qilib, "Qattasan kim bilan rasm tashlayapti." Bunaqa narsadan ehtiyot bo'lish kerak. U bola sizdan keyin uzoqlasha boshlaydi. Siz unga ishonmayotgandek qabul qiladi va ertaga bolani fikri ham o'shanga yarasha bo'lib qoladi. Bola oxir-oqibat sizdan o'zini fikrini, tuyg'usini, o'zini xohish istagini bekita boshlaydi, ichki dunyosi boshqacha bo'lib qoladi. Boshqalar bilan solishtirishni gapirdik. Bunaqa yoshda ham xuddi 7 yoshda bo'lganda, bu 14-16 yosh bo'ldi, o'sha maktabni bitiruvchi yosh taxminan. Ular katta hayotga tayyorgarlik ko'ryapti. Ularga ishonch kerak. Mana shu etapda ham juda katta ishonch bildirish kerakki, bu institutga kira olishiga, qanaqadir yaxshi zo'r mutaxassislikni egallab olishiga, kelajakda karyerasida, ishida, hayotida muvaffaqiyatli bo'lishiga bola ishonish kerak. Birinchi navbatda o'zi ishonish kerak. Agar ishonmasa qilmaydi, o'rganmaydi, chala yarim bilimini ham, ilmini ham tashlab ketadi. 16 yoshli, 13 yoshli o'g'illarim bor. Biz ularni hozirgi kunda odamlar bilan erkin muloqot, qo'rqmasdan muloqot qilishni ham sustlashganda, o'shani nima qilsam bo'ladi?
qo'rqmasdan dadil javob berishi uchun. Bu ikkita sabab bo'ladi ko'pincha. Birinchi sabab bolani o'ziga ishonchi past. Bolani o'ziga ishonchi past bo'lsa, boshqalarning oldida o'zini xuddi oddiyroq, ulardan pastroq, ulardan sustroqdek his qilgani uchun dadil muloqotga kira olmaydi. Ikkinchisi, ko'pchilik bilan muloqot doiralariga ko'p kirmagan. Ya'ni shunchaki maktabga borgan, maktabda sinfdoshlari bilan faqatgina muloqot qilgan, lekin boshqa begona bo'lgan klublar o'sha bekor etmadi. 14-16 yoshda imkon qadar bolalarni ko'proq begona sredalarga, muhitlarga tushishiga sabab qilish kerak. Imkon qadar. Bu turli begona joydagi seksiyalar, sport seksiyalari. Bu turli to'garaklar. Shunchaki o'sha narsani juda mukammal o'rganish uchun emas. O'sha yerda yangi 20-30 ta bola bilan muloqotga kirish uchun. Muloqotga kirish uchun. Lekin birinchi navbatda bolaning o'ziga ishonchi. Bolaning o'ziga ishonchi ko'proq ota tomonidan bo'ladi. Adasi aytadilar, o'g'il bolasan, ko'p kulmagan, ko'p anaqa gapirmagan, jiddiyroq bo'lgan deydilar. U erkinligini yo'qotib qo'yadi-da, o'zini o'rtoqlarining oldida erkin tuta oladilar. Adasini oldilarida erkin tuta olmaydilar adam hozir. Endi bu ham metod, bu ko'proq shu konservativ avvallari bizda o'zbeklarda gap bor-ku, otani haybati bo'lish kerak deyishadi-ku. Ya'ni ota kelganda bola qo'rqib turish kerak degan. Men afsus, onalar ham hammasi bizda ayollar adem kelib beraman, adem keladi, adem dadalarini chiqaradi, ademdan kalti, adasi umrida chunchuni xafa qilmagan odam bo'lishi mumkin. Lekin onalar shunaqa qilib qo'yadiki, otasi xuddi uni ko'chada yurgan bo'rida, ya'ni tishidan qoqib turgan, hozir kirib kelsa bir nima qilgan bo'lsa, bolani aytadi, bolani yirtib tishlab tashlaydi-da otasi. Yo'q, endi aytmoqchimanki, bu ko'proq bolani ishonchi bilan ishlash kerak. Bolani o'ziga bo'lgan ishonchi bilan ishlash kerak. Bunda otani o'rni nimada? Ota bu yoshda, siz aytayotgan yoshda, 10-sinf, 7-sinf, ko'proq shu 10-sinf o'g'lini yoshida ota ko'proq o'rtoq, do'st bo'lish kerak, yaqinroq. Haybat degan narsa asroda muhimroqdir. Chunki 10-sinfga chiqqan bolani siz shakllantirib bo'lgansiz. Uni tarbiyasi ham shakllanib bo'lgan, bo'ldi, u o'zgarmaydi. Agar uni aytaylik biz qo'ygan bo'lsangiz, tarbiyasini to'g'rilash ilojisi yo'q. Qanday bizilganimiz shu bo'lib ketadi. O'shaning uchun unga bir qanaqadir nazorat bilan, bosim bilan yoki qanaqadir bir ko'rinish bilan qo'rqitadigan narsa kerak emas. Ko'proq do'st bo'lish kerak, ko'proq nima deydi, ota bilan farzandi o'rtasida hadushan gaplashish imkoniyati bo'lishi kerak. Samimiy suhbat qurish imkoniyati bo'lishi kerak. O'shanda agar otasi bilan samimiy suhbat qura olsa, otasini ko'zida o'ziga bo'lgan ishonchi, mehrini bola ko'rsa, o'ziga ishonchi oshadi. Bu bir kunda bo'lmaydi. Bu bir kunda bo'lmaydi. Va ikkinchi narsa, turli o'zi tanilgan muhitlarga bolani sal ro'baro qilish. Ro'baro qilish. Seksiyalar, to'garaklar, yangi muhitlar, kerak bo'lsa bozor qilish imkoniyati, ko'chada so'zlashish imkoniyati va hokazo va hokazo. Undan beri ham telefonda vaqtni ko'p qoldi desam, prezident bo'ldi, nomi kerak, xabarlarim bor, anaqalarim bor. Hammadan qolib telefonda. Mubina уже katta qiz 10-sinf. U shakllantirib beradigan narsalarni bergansiz unga. Qadriyatni shakllantiradigan darajada shakllantirgansizlar. Bilish uchun bir 5-6 yildan ham telefon o'zida. Yo'q, men mashina. Mashinami? Unda nazorat. Unda nazorat. Imkon qadar istoriyasini har kuni ko'rish kerak bolalarni. Har kuni istoriyasini ko'rish kerak. Iloji bo'lsa o'sha registrator hamma funksiyasini yozib qo'yish kerak. Telegramni klon qilib qo'yish kerak, Instagramni klon qilib qo'yish kerak. Instagram bo'lsa, YouTube. Ijtimoiy tarmoqlardan eng zarari kamrog'i YouTube. Zarari kamroq, zarari yo'q demayman, zarari kamroq YouTube. Lekin baribir ham ancha-muncha masala bor. YouTube nastroykasi to'g'risi bo'ladi, rekomendatsiya chiqargan qilib qo'ysa bo'ladi. Faqat podpiskani ko'rish imkoniyati bo'lsa bo'ladi, shunda osonroq bo'ladi. Uni ham istoriyasini ko'rsa bo'ladi. Uni ham istoriyasini ko'rsa, Xullas, sizlarga Xudo quvvat bersin. Men bu nazorat yoshidan endi o'tdim, Xudoga shukr.
Endi mana o'tdimda, endi va Xudoga shukr dedim. Yog'iga endi bemalol yurakanman deb turibdi. Xudoga endi men sizlarni bolanglarni nazorat qildim. Telefon solib qo'yamiz, ertalamada kechki payt 5 ta qaytarib beramiz, lekin bir xil bolalar hozir harakat qilmoqchi, absolyut qilish. Tushunarli. Va direktor o'rinbosari Ismoilov. Shaxsiy eksperimentim bor. 8-sinfdan 10-sinfgacha bo'lgan bolalarni telefonni ishlatish vaqtini tekshirgan. Shaxsiy masalalarni tekshirmagan hech qaysinikini. Androidda bo'lsin, iOSda bo'lsin, tekshirish imkoniyati bor. Ota-onalarda ham, o'quvchilarda ham. Tekshirganda shunday xulosa bo'lganki, telefon yig'ib olingandan keyingi bolalarni ishlatish soati o'rtacha 8 soat. O'rtacha 8 soat degani soat 6 da uyga borgandan keyin 12-1gacha telefon bilan, ertalab turgandan keyin ham yo'lda telefon bilan ketadi. Bolalarning o'qish darajasi men o'zim sinf rahbarligim bo'lgan 3 ta sinf rahbarlik. Bolalarni qat'iy limit qo'yganman 1,5 soat, 2 soat o'rtasida, ota-onalar bilan doimiy muloqotda bo'lganman. Rezultat karrasiga o'sadi. Natija karrasiga o'sadi, faqat ota-ona ishlash kerak yo'qda. Maktab qo'ldan kelganini qiladi, ota-ona ishlamasa foydasi yo'q. Taqiq chetlab o'tishga olib kelishi mumkin bo'ladi. Sizga bildirmasdan qilish mumkin bo'lgan ehtimol ko'p edi. Chunki ular bizdan ko'ra ancha aqlliroq bunaqa masala. Bu yo'l o'rtoqlari ancha motiv beradi, shu qanaqa o'yinlar bilan, qanaqalar reyting ko'targanlari bilan shunga o'xshagan masalalar ular uchun ancha qiziq ichkarida suhbat asosan shu masalada bo'ldi. O'shaning uchun o'g'il bolani qizlarga qaralmagan, qilmaganman. O'zimga yetib bilmagan o'g'il bolalarniki o'sha aytgan materiallarni 80% o'g'il bolalar ishlaydi. Istoriyasi. Uni Chrome bilan ko'rsa bo'ladi, iOSdan ham ko'rish mumkinligini bilaman. Lekin Chrome'da ko'rsa bo'ladi, sayt istoriyasini ochib tashlagan taqdirda, istoriyani ochib tashlagan taqdirda ko'rsa bo'ladi. Qat'iy nazorat qilinmasa, bolada ayanchlar bor. Yana bitta qo'shimcha qilishim mumkin. Bolaga qo'lini ko'tarib turadi. 15 minut ota-onasi bilan gaplashadigan bola qo'lini ko'tarsin. Deyarli hamma ko'taradi. Yarim soat bo'lsa yarim tushadi. Sinfda yarmi qo'li tushadi, ota-onasi bilan yarim soat suhbat qilmaydi. 1 soatga sanoqli mana shu qo'lida bitta sinfchilik. U 20 daqiqadan taqdir etadi. Faqat masala bolalar bilan emas, ota-ona bola bilan do'st bo'lmaydi, sizlar yaratib berishlari mumkin bo'lgan sharoit moddiyat emas faqat. Moddiyatga berilib bola bilan vaqtlaringni haliga o'tkazmayapsizlarmi? Katta bo'lgandan keyin topgan moddiyatlaringni ta'tillaydi. Bu bolada yutqizib tashladi. Bu joyi bor. O'shaning uchun qat'iy nazorat, ya'ni qat'iyroq tekshiruv, bola bilan to'xtab suhbat. U bolani alternativa topib berish kerak. Haqiqatda o'zi hech qanaqa masala emas. Yomon narsani alternativasini topib bersa yaxshisi. Keyin nima qilib bo'lishi mumkin? Shunchaki qo'ldan olib qo'ysa, u bekor vaqtda nima qilishni bilib, boshqa ishga ishonishi mumkin. O'shaning uchun qanaqadir yomon masalani, yomon odatni yo'q qilmoqchi bo'lsa, yaxshi odat shakllantirib, birgalikda keyin qilsa bo'ladi. Mana shaxsiy bitta narsani men qaytarib o'taman. Hozir bitta narsani to'g'ri yaxshi eslatdi. Zotanligini qat'iy ravishda har kuni otasi, otaligi ko'p otasi, chunki onaligi yonida bo'lgan, lekin o'z onasi ham ko'ziga qarab turib yo'ldan gapirish kerak. 15 daqiqa har qanday o'tindi. Qat'iy bu psixologiya nuqtai nazaridan eng muhim maslahatlardan bittasi. Ko'ziga qarab turib, bolasi bilan, ya'ni yonida o'tirib, televizor ko'rib turib, nima qanaqa bo'ldi, ko'ziga qarab turib 15 daqiqa har kuni ko'ziga qarab turib, bolada ishonchi oshiradi, bolada o'ziga ishonchi oshiradi, bolada ota-onasiga ishonchi oshiradi, bolada aytaylik qanaqadir salbiy holat, qanaqadir stress va hokazo bo'layotganimiz uchun darajasini pasaytiradi. Ko'ziga qarab 15 daqiqa kechki payt har kuni. Otalarga обязательно, onalarga ham to'g'risi lekin onalar shunday qiladi. Shuning uchun logo eslatdi, yaxshi eslatdi, shu narsani обязательно qilamiz. O'zimiz ham qilganmiz bu narsani, qolganlarga ham tavsiya qilamiz. Va bolalar bilan masalan, o'zim bolalarim bilan har kuni agar 5 minut gaplashmasam, 3-4 kunda bir marta 1-2 soatlik suhbat qilmasak o'tmaydi. Yoshlikdan shunaqa. Bu yaxshi natija beradi. Bola ishonadi-da. Bir nima desangiz, keyin sizga ishonadi. Ya'ni ishonadi degani sizga ishonch bilan o'sadi. Keyin har qanday masalada ham, har qanday vaziyatda ham biz ham shu narsani qilamiz, qilgan odamlarga ko'rganmiz. Nima xato qilmasak ham biz oldingdamiz, lekin shu xatoni qilmaslikka harakat.
taxminan shunaqa munosabat bo'lsa, bola ishonch bilan sekin o'zini saqlab, ehtiyot qilib, to'g'ri shakllanadi. Nima savol qoldi? Subordinatsiya bo'lishi kerak. Subordinatsiya madaniyat nuqtai nazaridan, itoat nuqtai nazaridan bo'lishi kerak. Madaniyat bilan itoat nuqtai nazaridan bo'lishi kerak. Masalan, buni bu chet el psixologlarning gapi emas, bu nima qadimgi. Biz aytamiz, hurmat jihatdan ota-ona va bola uchun yuqoriroq bo'ladi. Lekin bu ota-onaga diktatura o'rnatishga sabab bo'lishi kerak emas. Ya'ni bola itoat nuqtai nazaridan, hurmat nuqtai nazaridan ota kelganda qo'ldan narsa olish, eshik kutib olish, ovqatga o'tirganda birinchi boshlamaslik, otani kutish yoki otasi ishda bo'lsa, onasi uyda bo'lsa, onani kutish yoki qariyalarni bo'lsa, birinchi ularga taom berish. Bu ma'noda xil. Bu ma'noda xil. Lekin kundalik muomalada, kundalik suhbatda otadan uyalib turib, xijolat qilib, mana bu narsani so'rab ko'raymi, so'rab ko'rmaymi, qanday deylar, nima deb o'ylaylar, umuman kerakmi, kerak emasmi? Yo'q. Qanaqa qo'yiladi yo'q. O'ta imkon qadar distansiyani yaqinlashtirish kerak. Lekin etiket nuqtai nazaridan, oilaviy munosabat nuqtai nazaridan bo'lish kerak. ikkita narsa bittasi bilan fikrlarim. Mani bolalarim hali kichkina, lekin endi maktab yoshga yetadi. Sal o'g'lim tortinchoqroq edi. Bu yil nasib qildi, bolalarim chet davlatga chiqib kelishdi, ko'rishdi. O'zgarish shundoq sezdi. Bu yerda tasavvur Turkiyaga chiqib kelishdi. Odamlar bilan kirishish, muloqot qilishga shundoq, bilmayman, qanaqadir bir 10 kun borib kelishgan bo'lsa ham effektini shundoq sezdim-da. Hatto bu Samarqand, Buxoro, o'zdan viloyatlarga bo'lsa ham hatto bu olib borish meni fikrim endi bu. Endi sizga savolim men bu gadjetlardan to'sish masalasi bo'yicha. Endi bilmayman endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Men o'zim IT sohada o'qiganman. Hozir ko'p internetda ham chiqyapti, misol uchun dasturlashga, robototexnikaga 7 yoshdan bu sohalarga olib kirmoqchi bo'lgan odam yoki shu narsalarga qiziqtirmoqchi bo'lgan odam yoki men IT sohadan chiqqanim uchun ichida ko'proq bo'lganim uchun gadjetlardan to'sib turib qanaqa qilib bu sohalarga yo'naltirish mumkin? Men qabul qila olmayman-da. Misol uchun gadjetlardan kategorichni to'sish bu o'zi to'g'rimikan? Yoki-da balki gadjetlardan to'g'ri foydalanish ham boshqacharoq yo'lga qo'yish mumkindir balki deb o'yladim. Shu haqida fikringiz? Qaysi sohasida mutaxassis? Imенно shu sohada mutaxassis bo'lmasam, shu sohada butun nima kollejim, institut, magistratura hammasi shu sohada ketganda, hozir ham qachon o'zingizga kompyuteringizga ega bo'lyapsiz? O'zingizga kompyuteringiz internetga dostуп? Internet u paytda o'zi itak muammo edi. Biz kollejda o'qiganda, misol uchun bitta kartochkani olib, 3-4 ta bolalar pul tashashib olib, nima qilib o'shaning ichida o'yin ham o'ynardi, o'shanda internetga kirardi, ani ko'lbekli sistemalar u paytda. Lekin bemalol emas. Bemalol. Yo'q, chegarada bo'lmaganman deb o'ylayman, lekin chegara texnik chegara bo'lganman deb. Texnik. Bittadan ikkita narsani aytaman. Men birinchidan u paytdagi mana biz ham 90-yillar oxirida internetga birinchi marta realni o'tirib men foydalanganim 98-yilda Angliyaga magistraturaga borganimda birinchi marta real mana shu internet ekan deb, mana shu kompyuter ekan deb o'zini birinchi kompyuteriga realni bitta o'tirganmiz. Darsda pravia sestrolar bo'lardi. Endi hech nima qilmasdi. Faqat tekstoviy qanaqadir DOS sistema bo'lardi, qanaqadir basicga o'xshagan programmalarni yozardi, nima algoritm yozardi, o'shandan natija chiqib berardi. Realni o'ta o'yin bor edi, na salbiy ma'lumot bor edi. Siz internetga dostupingiz bo'lgan davr bilan hozirgi davr mutlaqo boshqa davrda. U davrda gadjetlardan foydalanib qanaqadir salbiy ta'sir qilish imkoniyati ancha past edi. U davrda eng katta salbiy gadjet bu Sony PlayStationga o'xshagan narsa edi. Cheklangan miqdorda o'yin bor, televizorga ulanadi, o'shani o'ynab o'tirishingiz mumkin, u ham bolani konsentratsiyasini pasaytiradi. Lekin hozirgi lakali emas.
Hozir cheklolmaysiz. Cheklolmaysiz. Agarda masalan farzandingiz IT sohasiga qiziqsin va hokazo bo'lsa, marhamat. IT sohasining asosi bar matematika. IT sohasining kelgusida asosi bar fizika. Matematikani o'rgansin, fizikani o'rgansin, robototexnikani, elektronikani o'rgansin. Masala yo'q, unda gadjet yo'q. Robototexnikani o'rganishga gadjet kerak emas. Elektronikani o'rganishga gadjet kerak emas. Kerak emas. Gadjet qachondan kerak bo'ladi o'sha? Notebook, u ham telefon kerak bo'lmaydi hech qachon. Notebook kerak bo'ladi qachondan? Siz kodingga o'tadigan bo'lsangiz yoki dizaynga o'tadigan bo'lsangiz kerak bo'ladi. Yana bitta savol bor sizdan, IT sohasiga yaqin odam bo'lsangiz. Hozirgi kodlar 10 yildan keyin qanchalik kerak bo'ladi? Yo'q, hozirgi kodlar 10 yildan keyin qanchalik kerak bo'lishida emas. O'sha o'zi vashiyati koding o'zi hozir chiqib ketyapti. Chunki hozir ChatGPT chiqqanning o'zida. Bularni hammasini ichiga yoshlikdan kirish kerak emasmi deb o'ylayman. Bularni ichiga kirasiz. Robototexnika orqali, elektronika orqali, fizika va matematika asoslar orqali kirasiz. Aynan gadjetni o'zi sizga undan ortiq boshqa nimani beradi? Mana tasavvur qiling, siz notebook bolangizga beryapsiz. Internetga to'liq dostуп bilan beryapsiz. U nima o'ta muhim navikka ko'nikmani olishi mumkinki, shu hozir siz berayotgan notebookdan ertaga institutga kirishga yaqin qolganda 7-8-sinfdan keyin ola olmaydigan, hozirdan bir ko'nikma sifatida shakllantirish kerak bo'lgan nimani olishi mumkin? Men hozir tim bo'yi koding chiqib ketayotgan bo'lsa, dizayn chiqib ketayotgan bo'lsa. Men hozir bitta narsani o'zimda analiz qildim. Birinchi o'sha gadjetlarni taqiqlash haqida gapirganingizdek ekan, men noto'g'ri qilyapmanmi? Gadjetlar qo'lda bor o'sha deb o'yladim birinchi. Keyin tasavvur qildim, o'zi 7 yoshdan boshlab hozir o'sha dasturlashga o'rgataman deb turgan bo'lsa, robototexnikaga o'rgataman deb turgan bo'lsa, demak biz buni cheklash kerak deb o'yladim. Keyin geografiya haqida gapirganingizdek ekan, kartani uyga xonasiga osib qo'yish haqida gapirganingizdek ekan, o'yladim ikkalasini qanaqa совмещать qilish misol uchun. Misol uchun telefonda hozir nimadir bitta reels ko'rgandan ko'ra, misol uchun kartadan bitta narsani belgilab, misol uchun mana shu davlat, qani davay telefonda ochib ko'ramiz. Qanaqa davlat? Rasmi, videosi, tam nima ko'rish mumkin edi, misol uchun-da. Abduvohab aka. O'sha narsani o'yladi, совмещать qilish mumkin shakl degan narsada. Ikkita narsani esdan chiqarmoqchimda. Birinchisi, agar bolani gadjetdagi vaqti to'liq 100% 24 soat sizning nazoratingizda ushlash mumkin bo'lgan narsa bo'lganida, unda balki u gadjetdan ko'proq foyda ham olish mumkindir. Nimadir jihatdan, bu bilim jihatdan, savdo jihatdan. Lekin amaliyot boshqa narsani ko'rsatadi. Amaliyot boshqa narsani ko'rsatadi. Hammamiz insonmiz, hammamizda nafs bor. Hammamizda nafs bor. Yosh katta odamlarda nafs bilan tengma-teng qadriyat. Bolalarda hali yo'q. Bola ota-ona bolani nazorat qiladi, qadriyatini shakllantiradi, noto'g'ri ish qilishga cheklaydi. Noto'g'ri yo'nalishga kirib ketishga cheklaydi. Masalan, siz bolani 24 soat gadjetdan foydalanayotganda faqatgina ijobiy ma'lumot olishini kafolatlay olmaysiz. Yoki to'g'ri ish qilayotganini kafolatlay olmaysiz. Hatto rotatsiya kontrol funksiyalari ham aylanib o'tish yo'llari hozir million. U kirib, bilib, o'rganib qolgan narsasidan keyin o'zish istaydi bo'ladi. Gadjetdan olish mumkin foydali narsalar ko'pdir. Gadjetdan ham telefon. O'zimiz ertalabdan kechgacha foydalanamiz. ChatGPTdan so'raymiz, Canvadan dizayn qilamiz prezentatsiyalarni masalan, yoki internetdan nima ma'lumot bo'lsa qidirib topamiz. Prilojeniyalar orqali bog'lanamiz chet ellik do'stlar bilan. Kundalik hayotimizda telefonsiz, gadjetsiz tasavvur qila olmaymiz. Bundan foydalanmaslik to'g'risida emas gap. Uni bolani rivojlanish davrida bermaslik to'g'risida. Chunki u uni miyasini, intellektual rivojlanishini pastga tushirib yuborishi mumkin bo'lgan eng katta xavflardan biri bo'lgani uchun. U bola 15-16 yoshgacha qadriyatlarini shakllantirib olsangiz, bilim saviyasini shakllantirib olsangiz, ilojingiz yo'q. Siz gadjet bermasangiz, ertaga o'zi maktab bitirgandan keyin eski kirgandan qoladi. Uni cheklash hojati yo'q u yoqda. Nimaga? Siz bolani shakllantirib olgan ishga bermaysiz, xolos. Agar bolada qadriyat bo'lsa, o'sha vaqtga kelib, bolada shakllangan o'zining ichki cheklovlari paydo bo'lsa,
Bo'ldi, keyin u o'zi nazorat qiladi. Bola o'zini nazorat qila olmaydi-da, masalan 10 yoshli bola o'zini nazorat qilmaydi. Unga yoqqan narsaga kirib ketadi. Nima bo'lgandan qat'iy nazar. O'shaning uchun o'zini nazorat qila olguncha siz cheklaysiz. Marhamat, u yerda kompyuter qo'yib berishingiz mumkin, internetsiz. Internetsiz qo'yib bering, mumkin. Internetsiz desktop qo'yib bering. Unga dasturlarni yozib bering. Xohlagan dasturingizni yozib bering. Internetga ulang, yozib bering, internetdan o'zing bo'ldi. Ulanmagan qilib qo'ying, ulanmas. Dasturlarni yozib bering, foydali materiallarni yozib bering, foydali programmalarni yozib bering. Marhamat, lekin telefon emas. Buni nazorat qila olmaysiz. O'zingiz ishlaysiz. Men ko'rganimni aytyapman. Hamma o'qitda, misol uchun men sizdan buni so'rayotganim, men hali farzandlarim yosh. Misol uchun sizdek bu yerda o'tirgan insonlarning ko'pidagi meni o'qitim yo'q. Lekin ani как бы zamon bilan hamnafas deydi-yu. O'shandan qolib ketmaslik taraflama o'ylayman. Balki men butun umrim bu taraflama kechgani uchundir balki. Omma yaxshi yashaydimi? Omma yaxshi yashaydimi? Omma ko'pchilik. Yo'q. Xalq asosiy qismi O'zbekistonda bo'ladimi, Amerikada bo'ladimi? Yaxshi yashash kim qanaqa qabul qilishi bor-edi. Endi yaxshi yashaydimi deganimda qanaqadir o'rtacha bir holatini ko'radigan bo'lsak-da, bu trend bo'lgan narsa yaxshi narsa degan shart emas-da. Hamma foydalanyapti degan narsa albatta ijobiy yoki qilish kerak degan narsa emas-da. Endi bu sal ko'proq gap bo'lishi mumkin. Kimlardir buni noto'g'ri ham tushunishi mumkin. Jamiyatga tepadan qaraydigan bo'lsa, ko'pchilik bu yetaklanuvchilar, liderlarimiz. Va ming afsus, nima deydi, miyasidan bo'lmaydi-da, o'zbek tilida vaziyatni to'liq anglamagan holda yetaklanuvchilar. Agar bolalaringiz lider bo'lishini xohlasangiz, ko'pchilikdan yuqoriroqga chiqishini xohlasangiz, ko'pchilik qo'llayotgan metod bilan buni qila olmaysiz. Hammani qo'lida telefon bor. Hammani qo'lida bor. Masalan, meni ham bolalarim bor, kitobdan maktabda o'qiyotgan, to'liq maktabda o'qiyotgan vaqtda hamma sinfdoshlar, ayniqsa 11-sinfni qizim bitiryapti, 11-sinfni bitirganda olgan telefon. 11-sinfni bitirayotganda, ayniqsa 6.5 olib, Westminsterga kirganda men telefon berdim. 11-sinfni bitirayotgan qizimning qo'lida telefon bo'lmagan, sinfdoshlari hammasining qo'lida smartfon bo'lgan. Aytmoqchiman, lekin bilim jihatdan, saviya jihatdan bu medal olib, inglizlarga mustaqil ravishda kirib, Westminster qizil diplom bilan bitirib chiqyapti-da. Lekin uni sinfdoshlari masalan kirolgani kirgan, kirolmagani kirolmagan, lekin gadjetlar bor hammasi. Ularni ham ota-onalar yaxshi insonlar. Aqlli insonlar, lekin ommani ketidan taqlid bilan olish kerak ekan telefonni hamma qo'liga telefon tutqizib qo'ygan. Hammada bor ekan, mana olib beraman. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni siz aytayotgan bo'lsangiz, bu hozir shunaqa zamon, gadjetlarning zamoni, da to'g'ri, gadjetlarning zamoni. Lekin gadjetlarning zamonida biza bolani o'sha zamonga tayyor qilib tarbiyalashimiz bilan o'sha gadjetni qo'liga berishimiz har xil narsa-da. Gadjetlardan o'zimiz foydalanishimiz shart. Men yosh katta odamni telefondan voz kechishni aytganim yo'q. Ilojsiz telefon bizga kerak, ishimizni yengil qiladi, hayotimizni yengil qiladi, ma'lumot tez topamiz. Bola shakllanayotganda zararlab qo'ymasin davomsiz qilamiz. Agarda qaysiki ota-ona buni zararini men cheklolmayman deb ishonib chekla olsa, bosh ustiga. Lekin chekla olmay qolsa-chi? Ko'pchilik chekla olmayapti. Men yana bitta gap aytaman sizga. Biza hozir emas, 10 yil oldin Komolotda ishlaganman, biza reyd qilardik. Biz emas, bizani pochiniy tashkilotlar o'sha reyd qilib, maktabda bolalarning telefonini tekshirishga borlardi. Nima bor ichida maktab o'quvchilari, chunki maktabda bir vaqtda
xalq ta'limi taqiqlab qaror ham chiqardi telefondan foydalanish. O'sha vaqtda telefonga ichki narsalarni tekshirishgacha bordi. 90% o'g'il bolalarni ham, qiz bolalarni ham smartfonida internet istoriyasida pornografiya. 90%. 1% da bo'lsa yetardi. 1% ota-onalar yomon ekan dedim. Yo'q, 90% ota-onalar yomon odamlar emas, hammasi yaxshi odamlar. Shu tarbiya bilan shug'ullanayotganlari ham bor. Lekin bolasini qo'lida material. Men praktikadan kelib chiqib aytaman. Men qila olmaysiz deyman. Qilish mumkin emas demayman, qilish balki mumkindir. Bu uchun siz yoki onasi ishdan bo'shab 24 soat bolani olib turish kerak. Yo'q, Boshqachasiga qila olmaysiz. Gadjetlar kerakmi? Kerak, kattaroq bo'lgan. Agar aynan kompyuter sohasiga qiziqtirsangiz, internetsiz kompyuter bering. O'shanga hamma kerakli dasturlarni o'zingiz internet bilan yozib bering. Hammasini yozib bering. O'sha yerda qila olish imkoniyati bormi nimanidir qilsa. Lekin undan tashqariga chiqmas. Undan tashqariga chiqmas. sog' bo'ling. Men juda shunga qarshiman. O'sha uchun meni kechirasiz. Yo'q, bu Men shaxsiy fikrim juda qarshi bolalarning qo'liga gadjet berishga. Til masalasi bo'yicha masalan men xohlayman farzandim to'rtta tilni bilishni. Rus, ingliz, xitoy va arab. Tilni o'rganish etapi qanaqa bo'lishi kerak siz maslahatingiz bo'yicha? Masalan, qaysi tilni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rganish foydaliroq bo'lishi mumkin? Mani maslahatim eng to'g'ri demayman. Ayrim odamlarni bilaman, bolalari shu maktabni bitirgunga qadar 2-3 ta tilni mukammal o'rgatganlar bor. Ularning qanaqadir boshqa metodlari ham bo'lgan, qo'llashgan. Men o'zim o'ylashimni aytaman, fikrimni aytaman xolos. Birinchi navbatda biz maktablarda nima qilamiz? Davlat maktabi ham uchasini maktabdan shu. O'qish tilini shakllantirib olamiz. Ya'ni rus sinfda bo'lsa, rus tilini, o'zbek sinfda bo'lsa, o'zbek tilini mukammal darajada shakllantirib olishga harakat qilamiz. Chunki keyingi til shuni bazasida o'rganadi bola. Chet elda bo'lsa bu til kerak emas unga o'rganish uchun. Chunki u sredada bo'ladi, muhitda bo'ladi. O'sha boshqa til muhitida bolaga bu tilga bog'lamasdan til o'rgatiladi. Lekin O'zbekistonda qaysidir tilga bog'lab, yo rus tiliga bog'lab, yo ingliz tiliga bog'lab o'rgatadi. Demak, biz birinchi o'zini tilini bazasini mustahkamlab olamiz. Bu 5-6 sinfgacha. Keyin intensivniy ingliz tiliga ketadi. Agar bola yaxshi oladigan bola bo'lsa, bola ingliz tilini erkin gapirishgacha 2 yilda o'rganadi. 2 yilda o'rganadi. Siz bemalol agar to'g'ri, hamma narsani to'g'ri tashkil qilib, bolaga o'qishga sharoit qilib, yaxshi joyda o'qitib, yaxshi ustozlarni ko'radigan bo'lsa, 2 yilda, mustaqil bo'lsa 3-4 yilda. Noldan bo'lsa agar o'rganib oladi. Masalan, 6-sinfdan boshlaydigan bo'lsa, deyarli 8 oxirigacha bola ingliz tilida erkin gapiradigan bo'lishi mumkin. U tilni yaxshi gapiradigan darajaga chiqqandan keyin to'xtatmasdan o'rganishni davom etadi. 6,5 oygacha chiqadi. Davom etaverib turib, parallelni boshqa tilda qo'shishni tavsiya qilamiz. Parallelni 2-3 tilni bittada olib ketish ham balki mumkindir, lekin ko'p bolalar uni eplay olmaydi. Aqlan yaxshi, normalniy rivojlangan, miyasi yaxshi ishlaydigan, intellektual rivojlangan bolalar hammasi ham 2-3 tilni eplay olmaydi. Keyin ayrim bolalarda tilda xotira juda muhim. Xotira qancha kuchli bo'lsa, shuncha til o'rganish oson bo'ladi. Bir xil bolalar 1 yilda zo'r o'rganadi. Bitta tilni 1 yilda o'rganib olish mumkin. Bor, bunaqalar kam, lekin bor. Bu xotiraga bog'liq. Xotira trenirovaniy bo'lsa, xotira mashq qilingan bo'lsa, xotira kuchli bo'lsa, tezroq bo'ladi til. Aynan til uchun kerak xotira. O'zimiz qilgan narsa, bolalar hammasi oldin rus maktabida o'qigan, meni bolalarim rus tilini mukammal o'rgangan. Chunki xonadonda o'zbek tili, rus tilini mukammal o'rgangan, undan keyin ingliz tilini mukammal o'rgangan, undan keyin arab tiliga o'tishgan. Hozir masalan arab tilini 4 to'lov ham bemalol tushunadi, 2 ta kattasi gapira oladi, 2 ta kichkinasi hali o'rganadi. Ingliz tilini chunki endi yaqinlashtirdi. Xudo xolasa 1-2 yildan keyin o'ylaymanki, arab tilini ham mukammal oxiriga yetkazib olishadi. Undan keyin biron tilni tanlashadimi yo'qmi o'zbekga havola. Maslahatim shu, ketma-ketlikni saqlagan ma'qul deb o'ylayman. Chunki bolani perigruz qilib ham kerak emasdi. Boshqa vaziyat bor. Bir xil bola o'zi juda ham xohlab ketadi. Xohlaganda beravering, masala yo'q, to'xtatmang.
yo'q sanga ko'payib ketdi, yo'q. Xohlayaptimi o'zi shuni xohlayaptimi? Berib olyaptimi? Ko'taryaptimi? Biologik hammasi har xilmas. Beravering. Lekin majbur qilib, yo'q endi mana hozir mana tugatib olsan, davay tez mana bilan mana buni boshlamas. O'zi xohlasagina bering. Bo'lmasam ketma-ketini saqlashga harakat qiling. Unaqa 5 yoshdan, 6 yoshdan, 7 yoshdan ingliz tilini intensiv o'rgataman. Menimcha bu to'g'ri strategiya emas. O'qish tilini shakllantirib olaylik. O'qish tili, rus tili bo'lsa, rus tili, o'zbek tili bo'lsa, o'zbek tili, grammatik to'liq shakllantirib olaylik. Ana tilni bilish kerak. Ona tili. Endi rus sinfda o'qisa, uni ona tilisi rus tili deb aytiladi. Uni asli ona tili o'zbek tili bo'lgan. Ularga ham farq bor. Ya'ni ona tiliga urg'u berish kerak. Savolim bor edi. Labay. Bilasiz-ku, hozir qizlarim hozir kelishgan, kattasi biz qiziqardi. O'rganishimiz qiladi. Men telefondan Duolingo anaqa bergan, o'rgatib berganman edi. O'shani o'sha o'rganib gaplasha olmoqda. Unaqa qilolmadim. Bizada endi vaqt bor, 1 soat, 1,5 soat shug'ullanadi. O'sha ham yaxshimi? Yo'qmi? O'sha nima kichkina o'g'lim ham unga qarab nima qiladi? Opasi bilan birga o'tirib. Qo'liga berib qo'yish bilan o'zingizni oldingizda shug'ullanish bu har xil narsalar. Qo'liga berib qo'yish однозначно. Ya'ni o'zi bemalol chiqib ketib nima qilish. O'zingizni oldingizda yoqib berib o'rgatishingiz mumkin. Lekin u yerda ham ekranni время degan narsa bor. Biologический faktor. Bu biologический faktor. Ya'ni ekranni время degandan keyin kuniga yarim soatdir, 1 soatdir, undan orttirish kerak emas. Ekranni время degan narsa bor. O'zingizni nazoratingizda oldingizda o'tirib turib, yonida o'tirib turib, faqat o'sha narsa bilan mesela Duolingo bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi qilib tursa, balki unaqasi yo'qdir. Balki emas, uni katta konsentratsiya nuqtai nazaridan zarari yo'q. Lekin boshqa narsa emas. Boshqa narsa emas. Soat juda kam. Ayniqsa necha yosh? 8 yosh. 8 yosh. Yarim soat balki. Javondan ko'paytirmasdan. Unaqa bemalol qilib qo'ymaslik kerak.